Noxush xabar hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sirdaryoda 5 kishi bo'lgan avtomobil kanalga tushib ketdi, faqat haydovchi omon qoldi. Bu haqda Millar dasturida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, hodisa 26-dekabr kuni soat 21:30 lar atrofida sodir bo'lgan. 2001-yilda tug'ilgan haydovchi 4 nafar tanishini stadiondan olib, ularni uyiga olib ketayotganida rul boshqaruvini yo'qotgan va mashina kanalga tushib ketgan. Haydovchi tirik qolgan, u shifoxonaga olib borilgan. Yo'lovchi sifatida ketayotgan 19-20 yoshli 4 nafar yo'lovchi esa mashinadan chiqa olmay cho'kib ketgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish, odamlar o'limiga sabab bo'lishi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu moddaga ko'ra aybdor shaxs muayyan huquqdan mahrum qilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda.